Primerni mana shu park bor-ku, G'alaba bog'i, Park Победы. Nechta odam kelib ketadi mana shu kun yaxshi paytida? Yaxshi paytda kuniga 1000 ta odam bemalol. Bemalol keladi, 1000 ta odam. O'zi chiroyli qilib qo'yibdi, lekin bu orqa taraf ekan-da, to'g'rimi? Paradniy vxod oldida. Parkovka 200 ta mashina bemalol sig'adi. Bizani sotilayotgan binoyimiz mana bu bino. Nima joy qilib qo'ygan bo'larding sen bu joyi? Yonimizda qo'shnimiz Respublikaskiy glaznoy klinikasi. Xo'p, Mana bu yerda bemalol qanaqa chiroyli zdaniya qurib, частный klinika qurardim. частный klinika qurardim. 18 sotuv mana shu частный klinika qilardim. 3 qavat полноценный 35 ta palata yangi. Endi men o'zim fikrimni aytaymi? Qara, G'alaba bog'i, park, odam rossa keladigan joy. Знаменитый qanaqadir zo'r brend olib kelardim-da, bu yerda ovqatlanadigan joy qilardim men. Chunki parkka keladi, bolalari bilan, "Ada marojnoy olib bering" deydi, yoki "Davay lavash yeylik" deydi. Kimdir bolalari mana shunaqa bu yerga marojnoy sotadigan, lavash sotadigan yoki xullas 2-3 ta brendni joylardim-da, bu yerda bizda 3,5 kvadratli joy-da bu. Bu ham variant, lekin davay bizani obunuvchilardan so'raymiz. O'zingiz yozib qoldirishsin. Kim nima qilgan bo'lardi bu joyi? Xo'p, men bitta tushuntirib o'tayim-da, uglovoy, okay, 18 sotiq. Sotilyapti. 3,5 kvadrat ichida 30 ta 35 ta xonasi bor. Podvol birinchi va ikkinchi qavatlarimizni orqa tarafida katta mashina kirsa bo'ladigan sharoitlari bor. Xohlasangizchi, bu mana novostroykaga o'xshatib turib, bemalol mashgan bitta novostroyka qurib olsangiz bo'ladi. 18 sotiq yonidagi joyi ham gaplashib turib, sotib olsangiz общий 50 sotiqli joy bo'ladi. 18 sotiq 3,5 kvadratli binoyimizni narxiga keladigan bo'lsak, 2,200,000 startviy so'ralyapti. O'tib beradigan joyi bor. Joyi egalarining telefon raqamini yozib qoldirdim.